Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, fors tili ishqibozlari. Bugun navbatdagi fors tili darsini boshlaymiz. Ushbu darsimizda aldoqchi tulki va uning aldovga aldanmagan xo'roz haqidagi hikoyani ko'rib chiqamiz. Marhamat, diqqatimizni ekranga qaratamiz. Xurus va ruboh. Rubohi ziri deraxti بود و خروسی با تعدادی مرغ روی شاخه‌های بلند آن نشسته بود. روباه رو به خروس کرده گفت: خبر تازه را شنیده ای؟ خروس گفت: نه. روباه گفت: تمام حیوانات پس از مشورت با هم صلح نموده و امروز را عید گرفته اند. تو هم خوب است از درخت پایین بیایی، دوستانه صحبت کنیم و دمی را با هم گذرانیم. خروس روی دو پا بلند شد و گردن کشیده نظری به حوالی و اطراف انداخت. روباه گفت: چه خبر است؟ خروس گفت: خبر آن است که یک جفت سگ به این طرف می آیند. روباه پا به فرار گذاشت. خروس گفت: مگر صلح عمومی نیست؟ کجا می روی؟ روباه گفت: درست است، ولی شاید این خبر هنوز به سگها نرسیده باشد. Endi marhamat qilamiz matnning tarjimasiga. Demak, xo'roz va tulki. Bir tulki bir daraxtning ostida o'tirgan edi va bir xo'roz bir qancha tovuqlari bilan shu daraxtning yuqorisidagi shoxlar uzra o'tirgan edilar. Tulki xo'rozga qarab aytdi: yangi xabarni eshitdingmi? Xo'roz aytdi: yo'q. Tulki aytdi: barcha hayvonlar maslahatlashib, kengash qilib, o'zaro sulh qildilar, kelishdilar va bugunni bayram qilyaptilar. Sen ham pastga tushib, birga bayram qilsak yaxshi bo'lardi, do'stona suhbat qilardik va bir oz vaqtni birga o'tkazardik, dedi. Xo'roz ikki oyog'ida tik turib, u yoq bu yoqqa boshini qimirlatib alangladi va atrof muhitiga qaradi. Tulki aytdi: nima xabarlar bor? Xo'roz aytdi: xabar shuki, bizning tarafga qarab ikkita it kelyapti, dedi. Tulki oyog'ini qo'liga olib qocha boshladi. Xo'roz undan so'radi: nima? Bu o'zaro kelishuv barcha hayvonlarga taalluqli emasmidi? Qayoqqa ketyapsan? Tulki aytdi: to'g'ri aytasan, bu sulh hamma hayvonlarga taalluqli edi, lekin men xavotirdamanki, itlar bundan bexabar qolgan, dedi. Demak, mana bu yerda ham tulkining ayyorligini ko'rsa bo'ladi. O'zicha ayyorlik qilib, daraxt ustida o'tirgan xo'roz va tovuqlarni ov qilmoqchi edi, lekin aqlini ishlatgan xo'roz o'zini va tovuqlarni asrab qoldi va birgina aytgan gapi bilan tulkining yolg'oni oshkor bo'ldi-yu, xo'roz va tovuqlarni yegani kelgan tovuq esa qochdi. Demak, har birimiz bilishimiz kerakki, aldoqchilik yomon oqibatga olib keladi. Ertami kechmi bu sir oshkor bo'ladi. Mana xo'roz kabi aqlni ishlatsa agar, o'zi ham omonda qoladi. Bu albatta majoziy hikoya edi. Asl maqsadini o'zlaringiz yana chuqurroq o'rganasizlar va izohlarda fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Doimo salomat bo'linglar.